Orqa ko'rish oynangizni darhol yangi elektronli oynaga almashtirib oling. 9.6 dyumli katta ekran, 2K aniqlikdagi sensorli ekran, old va orqa 1080 piksel aniqlikdagi sensorli kamera, 170 graduslik keng bo'lgan ko'rish doirasi mavjud. 24 soat avtomobilingizni nazorat qilib turadi. Orqani suratga olish funksiyasi ham mavjud. Ko'rkam va sifatli texnologiyaga ega. Asl narxi 899 ming so'm. Hozirgi kunda katta aksiya bo'layotganligi sababli bu mahsulotimizning narxi atiga 399 ming so'm. Shuningdek, bu mahsulotimizning tashqi ko'rinishi va ichki funksiyalari zamonaviy va qulay. Aksiyada xarid soni chegaralangan. Faqat 50 nafar omadli xaridor bu mahsulotni chegirma narxida xarid qila oladi. Darhol buyurtma berish uchun qo'ng'iroq qiling. Video registratorlar yo'ldagi harakatda muhim rol o'ynaydi. Yo'ldagi harakat jarayonida yo'l hodisasi yuz bersa, yozib olingan videolar muhim isbot bo'la oladi. Bozorda video registrator turlari ko'p. Nima uchun biz ushbu video registratorni tavsiya qilyapmiz? Uning qanday afzallik taraflari mavjud? Keling, avval video registrator tashqi ko'rinishini ko'rib chiqaylik. Zamonaviy va qulay. Bu ekran sizning avtomobilingizning orqa oynasidan katta, ko'rinish doirasi ancha keng, bir qarashda ancha qulaylik bo'ladi. Oddiy video registrator ekrani 2 dyumdan 6 dyumgacha bo'lib, ekrani kichik va ekran tiniqligi past, taxminan 480 piksel. Sensorli boshqaruv mavjud emas, boshqarish qiyin. Bizning video registrator qurilmamiz 9.6 dyumli bo'lib, MIPI to'liq sensorli ekran hisoblanadi. Ekran sifati tiniq. Ekranni ikkiga bo'lish mumkin. Oldi va orqa kamerani bir vaqtda kuzatib bora olasiz. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering.